Hammaga assalomu alaykum. Kelinglar bugun Koreyadagi raddomlar bilan O'zbekistondagi raddomlarni solishtiramiz. Koreyada agar tug'moqchi bo'lgan ayolida albatta bitta sherigi bo'lishi kerak. Bu ko'pincha turmush o'rtog'i bo'ladi. Men ham ikkita qizim tuqqan vaqtimda turmush o'rtog'im men bilan bitta palatada doimiy birga qolganlar. Hemshiralar doimiy bolaga o'zlari qarashadi, tug'ilishi bilanoq sizdan olib qo'yishadi. O'zbekistonda tug'ilishi bilan onaga berishadi-ku, Koreyada unaqa qilishmaydi. Yana bitta muhim farqi, Koreyada dieta qilishingiz shart deb aytishmaydi. Tuqqaningizdan keyin ma'lum bir vaqt o'tib har doimgi salatlarni, ovqatlarni berishda davom etishadi. Hech narsadan cheklash yo'q. Ko'p tug'ruqxonalar ko'pincha bolani pampersini, kashasini va tug'ilgandanoq kiyiladigan kiyimchalarni o'zlari ta'minlab berishadi. Chiqayotganda onaga ham, bolaga ham turli xil sovg'alar berishadi. Koreyada bolani karnay, surnay bilan olib chiqish degan narsa yo'q. Hamma oddiygina chiqishadi. Yana bitta katta farqi, O'zbekistonda bilishim bo'yicha keservaga unchalik rozi bo'lishmaydi. O'zing tabiiy tugʼ deb majburlashadi. Aksincha keservaga majburlashadi. Koreyada yana tug'moqchi bo'lgan ayol oldindan hech narsa yemasdan ke deb tayinlashadi. Ayniqsa keserva bo'lganlar bilishadi, Koreyada 12 soat davomida hatto suv ichishga ham ruxsat berishmaydi. Sizlarga raddomlar haqida gapirib, sochimni ham yechib oldim. Keyingi safar yana to'liq ma'lumotlar bilan video olishga harakat qilaman. Hammaga xayr.